Kitob inson hayotini o'zgartiruvchi sehrli kuch. Unga mehr qo'ygan inson dunyoni qaytadan kashf etish bilan birga har bir sohani puxta egallashi uchun zamin yaratadi. Farg'ona viloyatida davlat xizmatchisi kutubxonada bir kun loyihasi amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bu orqali davlat xizmatchilarining kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish ko'zda tutilgan. Toshloq tumani hokimi Abduqahhor Jo'raboyevning kitobga bo'lgan mehri bolalikdagi tarbiyadan boshlangan. Onasi unga turli voqealar o'qib berishi, uning dunyoqarashi va bilimga chanqog'ini erta yo'qotgan. Ertak kitoblardan o'qib berardilar. Keyin hikoyalarga o'tdilar o'qib berishga. Shu hikoyalar hali ham meni yuragimda-da. Toshloq tumani hokimi ta'kidlaydiki, kitob insonni tarbiyalaydi, fikrlashga va kamolga chorlaydi. Kitob o'qib inson hayotda adashmaydi, doim to'g'ri yo'lni topadi. Uni kelajakda kitobga bo'lgan mehrini shakllanishida katta rol o'ynaydi deb hisoblayman. Hokim ta'kidlaydiki, maktab va oliy ta'limda o'qigan kitoblari uni dunyoqarashni kengaytirgan. U doim bu asarlarni boshqalarga ham tavsiya etadi. Unga ko'ra, bu kitoblar ayniqsa davlat xizmatchilari uchun juda muhim, chunki ular bilim va mas'uliyatni hissini oshiradi. Singapurda birinchi bosh vaziri Li Kuan-Yuni yozgan kitobi bor. Mana shu 3-dunyodan 1-dunyoga asarini to'liq o'qib chiqish davlat xizmatchisiga juda ham katta foyda va juda katta natija keltiradi deb hisoblayman-da. Ayni kunlarda Farg'ona viloyatida davlat xizmatchisi kutubxonada bir kun loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbus doirasida Toshloq tumanidagi korxona va tashkilotlarning rahbarlari ham, ularning xodimlari ham axborot resurs markaziga a'zo bo'lib, kutubxona imkoniyatlaridan faol foydalanishmoqda. Markaziy kutubxonamizga 5200 ga yaqin davlat xizmatchisi a'zo bo'ldi va bundan kelib tushgan har bir a'zolik 10 ming so'm badal belgilangan bo'lsa, umumiy jami 50 milliondan ortiq mablag' jamg'arildi. Aynan 50 million so'm hisobiga markaziy kutubxonaga buyurtmalar asosida bugungi kundagi eng mutolaasi ko'p bo'lib turgan bestseller asarlar, kitoblar sotib olindi. Yana Toshloq hokimi bilan suhbatlashamiz. U aytadiki, bundan bir necha yillar avval kutubxonalar faoliyati to'xtatilgan edi. Ammo Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan kutubxonalar qaytadan tashkil etildi va ularning ahamiyati aholi uchun imkoniyatlar yanada kengaydi. 8 yil, 9 yil, 10 yil orqaga qaytib ko'raylik, kutubxonalar yo'q bo'lib ketgan, kitob magazinlar yopilib ketgan, hech kim kitob o'qimay qo'ygan edi. Shu kitobga bo'lgan qiziqishni bizga qaytarib berdilar. Farg'ona viloyatining ma'naviy salohiyatini oshirish maqsadida o'tkazilayotgan bu loyiha davlat xizmatchilarining bilim va kasbiy rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.